Musa Toshmuhammad o'g'li Oybek 1905-yili Toshkent shahrida bo'zchi oilasida tug'ilgan. Oldin o'rta maktabda 1922-1925-yillarda esa Toshkent ta'lim va tarbiya texnikumida tahsil olgan. So'ngra O'rta Osiyo davlat universitetining ijtimoiy fanlar fakultetida o'qigan. 1930-yili o'qishni bitirib, oliy maktablarda siyosiy iqtisoddan dars bergan. Oybek adabiyotga 1926-yili chop etilgan Tuyg'ular she'riy to'plami bilan kirib kelgan. Shoirning Dilbar davr qizi, O'ch, Baxtigul va Sog'indik, Temirchi jo'ra dostonlar o'z davrining eng go'zal she'riy salnomalaridir. Oybek tarixiy va zamonaviy mavzularda 20 ga yaqin dostonlar yaratgan. Oybek she'riyati nihoyatda go'zal bo'lib, o'zining sodda, ravon va ifodali tilda boy va rang-barang tasviriy vositalarda yaratilganligi bilan alohida ajralib turadi. Jumladan, Quyosh qushug'i she'rida o'zbek xalqining 1916-yilgi milliy ozodlik qo'zg'oloni, yozuvchining Qutlug'xon romanida zo'r mahorat bilan realistik ifodalangan bo'lsa, Navoiy romanida o'zbek adabiyotida birinchi bo'lib ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiy obrazini yaratdi. Uning Oltin vodiydan shabadalar asarida xalqimizning urushdan so'nggi davr yaratuvchanlik mehnati, Quyosh qoraymas romanida Ikkinchi jahon urushi fojialari o'z ifodasini topgan. Adibning Ulug' yo'l asari esa Qutlug'xon romanining mantiqiy davomi bo'lib, unda yozuvchi xalq milliy ongining shakllanishini mohirona tasvirlab bergan. Oybek 1949-yilda Pokistonga sayohat qilgan. Adib qardosh xalq hayotini, fikr va tuyg'ularini, kurash va intilishlarini, Pokiston xotiralari ocheriklari qator she'rlari, Zafar va Zahro, Oqko'ylar dostonlarida, Nihoyat nur qidirib qissasida tasvirlangan. Adibning avtobiografik qissasi Bolalik 1963-yilda yaratilgan. Qissaning bosh qahramoni yosh Muso, ya'ni Oybekning o'zidir. Oybek iste'dodli shoir, yirik nosir bo'libgina qolmay, mashhur olim, publitsistik tanqidchi va tarjimon, davlat va jamoat arbobi hamdir. O'zbek kitobxoni Pushkinning Yevgeniy Onegin she'riy romani, Lermontovning Maskarad, Molyerning Tartuf dramasi, shuningdek antik adabiyoti namunalarini Oybek tarjimasida o'qishga muyassar bo'lgan. Oybek 1943-yilda O'zbekiston Fanlar akademiyasiga haqiqiy a'zo etib saylangan va 1950-yilgacha akademiyada ijtimoiy fanlar bo'limining raisi lavozimida faoliyat yuritgan. U yuqori malakali filologlar tayyorlashga katta hissa qo'shgan muhtaram ustozdir.